Qizlar, mana birinchi qismli darsimizni davomini olishni boshlaymiz. Sizlar bilan birinchi darsda zanjir to'qib olgandik. Endi shu zanjirga naketsiz chokka o'rgataman. Hop, buning uchun mana qaranglar. Zanjirni 25 ta olman. Sizlarga masalan 25 ta zanjirga naketsiz chok to'qiylik deganinglarda albatta bitta qo'shimcha zanjir olasizlar-da. Chunki mana nima qilamiz? Shunda yonidagi zanjirga kirib, avvalo zanjirdan kirib, zanjir tagidan bitta ip olib chiqaman. Mana kurchugimda ikkita ip, keyin yana ip ilib o'tkazib yuboraman. Bu bez naket. Hop, yana nima qilamiz? Endi yana keyingi zanjirdan ip o'tkazaman va yana ip ilib olib chiqaman. Yana ip ilib ikkitadan o'tkazib yuboraman. Keyingi zanjirimizga yana kiramiz. Ip ilib olamiz. Ikkita bo'ldi. O'tkazib yuboramiz. Mana zanjirga kiraman. Ip ilaman. Olib chiqaman. Hop, yana zanjir. Ko'rasizlar, zanjirga kiraman. Mana kirdim. Bitta ip ilib olib chiqdim. Kurchugimda ikkita ip hosil bo'ldi. Ikkala halqadan o'tkazib yuboraman. Yana keyingi zanjiriga kiraman. Ip ilib bu yoqqa olib chiqib olaman. Yana ikkitasidan o'tkazib yuboraman. Qo'limni harakatlarini ko'ryapsizlar. Mana yana shunaqa qilib ilib olganman. Qo'limni ushlab olganman. Udobniy qilib pastida ozgina tortaman. Kuchli tortmaylik, juda ham zich to'qilib ketadi. Qiynalasizlar. Mana zanjir. Ko'ryapsizlar, zanjir ichiga kirdim. Mana ko'ryapsizlar. Ipni olib chiqdim. Men bunaqa qilib olmayman. Juda ham xato bo'ladi. Mana oldim. Olib chiqdim. Ip ilaman, yana olib chiqaman. Yana keyingi zanjiridan kiraman. Ip ilaman, olib chiqaman. Qizlar, shuni oxirigacha to'qib qo'yish bu sizlarga vazifa. Bu bez naket chok deyiladi.